Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlarga Bag'at Avtomarketdan 2024 yilda ishlab chiqarilgan gibrid variant BYD Song Pro qo'yib beramiz. Mashinamiz eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Gibrid ham tokda ham benzin yuradi. Tokni o'zida yuradigan bo'lsa 110 km yuradi. Benzin 2 saralash yuradigan bo'lsa 1200 km yurib beradi. Xo'p, farlarni qarang, chiroyligina 4 dona archa balon qo'yilgan. Tonirovka ruxsatnomasi bor, kraskasi toza, mashin 52 ming probeg yurgan. Bu eng full pozitsiyasi, bejiviy salon, oyoqlardan polnisi bejiviy etib taxlangan. Besh odamli, narxi 265 million. Avtokrediti 50-55 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 6,5 million so'mdan 5 yilga chiqadi. Barter bor. Qiziqqanlar video ostida nomerlarni qoldiraman. Shu nomerlar bilan bog'lanib, Bag'at Avtomarketga murojaat etsangiz bo'ladi.